Italiya chempionati yakunlanishiga 2 tur qoldi. Chempionlik uchun Scudettoning amaldagi g'olibi Inter va milanliklarni 1 ochko ortda qoldirayotgan Napoli da'vogar. Atalanta o'tgan turda Romani mag'lubiyatga uchratganidan keyin 3-o'rin va Yevropa Chempionlar Ligasi yo'llanmasini naqd qildi. Endi qit'aning eng nufuzli turniriga yo'l olish uchun so'nggi yo'llanma uchun 3 klub da'vogar. Bular bir xil, ya'ni 64 tadan ochko jamg'argan Juventus va Lazio hamda ulardan bir bar kam jamg'argan Roma. Romani yuqori maqsadlar uchun kurashadigan kuchli jamoalar qatoriga qo'shgan Claudio Ranieri o'tgan turdagi alamli mag'lubiyatga qaramay, shogirdlarining Chempionlar Ligasiga chiqishiga ishonchi borligini va bu vazifani uddalash imkoni borligini ta'kidlamoqda. Biz o'tgan turda Bergamada Atalantaga yutqazib qo'ydik va chempionat jadvalida top 4 ga kirish imkoniyatini qo'ldan boy berdik. Lekin shuni unutmaslik kerakki, hozirgi Atalanta 9 yil davomida barpo etib kelinmoqda. Biz esa o'z loyihamizni yaqindagina boshladik va endigina unga poydevor yaratyapmiz. Endi oxirgi 2 turda biz o'yindagi xatolarimizni minimal darajada tushirib, Yevropa Chempionlar Ligasiga chiqish vazifasini uddalashga harakat qilishimiz kerak. Chunki biz ham Chempionlar Ligasida o'ynashni istaymiz, dedi Claudio Ranieri. Ekspertlarning ta'kidlashicha, Claudio Ranieri mavsumning birinchi qismi oxirida noyabr oyida bo'rilarni qabul qilib olganida jamoani nufuzli xalqaro turnir yo'llanmasi uchun kurashishi orzudek ko'ringan edi. Avvalgi bosh murabbiy Daniel De Rossi va Ivan Yurich qo'li ostida jamoa A seriyada muvaffaqiyatsiz ishtirok etib, musobaqa jadvalining quyi qismiga tushib qolgan edi. Qadrdon jamoasi uchun murabbiylik faoliyatini qayta tiklagan Claudio Ranieri jamoani qabul qilib olganidan keyin Romaning natijalari ijobiy o'zgarishlar ko'zga tashlandi. 73 yoshli mutaxassis katta transferlarsiz tarkibdagi o'yinchilarni o'zi bilan ham natija qilish mumkinligini isbotlab qo'ydi. Ayniqsa uning qo'li ostida o'zbekistonlik hujumchi Eldor Shomurodovning o'yini ochilib ketgani ko'plab muxlis va mutaxassislar e'tiborini tortdi. Shu mavsumning o'zida 2 bor klubdan ketishga juda yaqin kelgan 29 yoshli forvard mavsumning hal qiluvchi pallasida Romaning asosiy figurasiga aylandi. Rim klubining Chempionlar Ligasi yo'llanmasiga da'vogar bo'lib turishida o'zbek legionerining hissasi katta. So'nggi turlarda aynan Eldorning gollari va assistlari jamoaga qimmatli ochkolar taqdim etdi. Shuni ham ta'kidlab o'tish kerakki, Milanga qarshi bo'ladigan keyingi turdagi o'yinda Eldor Shomurodovning asosiy tarkibda maydonga tushish ehtimoli yuqori. Ukrainalik hujumchi Dovbik jarohat oldi va endi Romada Eldor Shomurodovdan boshqa hujumchi yo'q. Va keyingi turda Ranieri Eldor Shomurodovdan foydalanish ehtimoli yuqori bo'ladi. Albatta, hamyurtimizga keyingi turda Rimda bo'lib o'tadigan uchrashuvda omad tilaymiz. Got the Roma store over here. Let's see what they got, lads. Nah. Am I seeing this correctly? My boy Eldor Akia, front and center. Let's go. The goal. Eldor. Let's go. Front and center at the Roma store. This is beautiful. Die Eldor. Let's go, man.